Men millionerman. Qo'yib, bravo! Yo'q. Ha, millioner. Lekin men bu yerga millionerligimni aytib maqtanish uchun kelmadim. Hatto men millioner bo'lsam ham. Menda Ferrari, Lamborghini, hatto Rolls-Royce ham bor. Xo'sh, nima qilibdi shunga? To'g'ri, oddiy jentrada kelganimni ko'rib, gapimga shubha qilishingiz mumkin, lekin bu kibrni sindirish uchun edi. Mening ko'plab bahaybat uylarim ham bor. Mening hatto har bitta davlatda o'z uyim bor. Lekin gap bunda emas. Gap shundaki, sen ham menda bor narsalarga erishishing mumkin. Agar bunga chin dildan ishonsang. Men ishonaman. Boy bo'lishning 4 ta asosiy qoidasi bor. Birinchi qoida: institutni tashlab ket. Nahi kerak institut. Sen u yerga borib hech qachon boyib keta olmaysan. Sen faqatgina boyish orqali boyib keta olasan. Naqadar dono gaplar. Ikkinchi qoida: seni qo'lingdan keladi. Lekin qanaqa qilib bu qoida bo'lishi mumkin? Uchinchi qoida: to'rtinchi qoida: Lekin hech nima demadingiz-ku. yeb ich uxla va boy bo'l. Nomli pullik kursimni sotib olasizlar. Ataga $2000 ga. Ataga? Tavakkal qilishdan hech qachon qo'rqma. Boylik, pullar, imkoniyatlar barchasi sen tomon oqib keladi. Sen uchun maxsus 90% skidka bilan $2000. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy berma.